Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz obunachilar. Bugun yana bir ajoyib taom qilamiz. Ajoyib bir tovuqli taom qilamiz. Hozir shuni boshidan oxirigacha ko'rsataman. Juda oddiy, tez va oson tayyorlanadi. Boshladik. Asosiy ingredientlarimiz nima? Tovuq qanoti va kartoshkadan iborat. Hozir boshlaymiz. Birinchi tovuq qanotini ikkiga bo'lib, mana bu joylarini olib tashlaymiz. Xo'p, do'stlar, hozir mana bu qanotini mana bu joyi bizga kerak emas. Buni olib tashlaymiz. Mana buni ikkiga bo'lamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Mana ikkiga bo'lib olamiz. Mana ikkiga bo'lamiz, mana shunday qilib. Ikkiga bo'lish juda ham oson. Mana o'zini yo'li bor. Shunda yo'lidan qilsa oson ketadi. Mana bunaqa joylarni olib tashlaymiz. Xo'p, do'stlar, mana kesib tayyor qilib bo'ldik. Endi buni marinovka qilamiz. Xo'sh, biz mana tovuqlarni kesib bo'ldik, qanotlarni kesib bo'ldik, ikkiga bo'lib. Endi buni marinovka qilamiz. Xo'p, marinovka qilish uchun bizga nima kerak? Xo'p, ketdik bo'lsam. Xo'p, birinchi tuz beramiz. Tuz beramiz. Tapga ko'ra tuz. Tuz berdik. Paprika. Ham maza beradi, ham ranglarini chiroyli qiladi. Murch, обязательно murchsiz bo'lmaydi. Murch eng aromatli spetsiyalardan. Koriander. Bu ham kashnish urug'ini ezilgani. Bu ham ajoyib. Xo'sh, endi mana bu biz o'zimiz tomat yopganmiz-da, damashni tomat. Shu damashni tomatdan solamiz. Mana ikkita bilan 3 qoshiq solsak yetadi, xudo xolasa. Ana endi bizga nima kerak? Ajika ajoyib ta'm beradi bunga. Ozgina achchiqdan beradi, lekin juda ham mazasini zo'r qiladi. Mana. Yana ozgina qo'shib yuboramiz. Bo'ldi. Xo'sh, ana endi ozgina yog' solamiz, rastительный масло. Подсолнечный. Zaytun yog'i ham bo'ladi agar bo'lsa. Endi aralashtiramiz. Yaxshilab aralashtiramiz. Xo'p, do'stlar, endi navbat kartoshkaga. Mana kartoshkani bo'lak-bo'lak qilib kesib olamiz. Ya'ni dolki deydi-ku ruslar. Xo'p, mana shunaqa qilib kesib tashlaymiz kartoshkalarimizni. Mana shunaqa dolkilarga, bo'laklarga bo'lib olamiz. Xo'p, endi kartoshkani ham marinovka qilamiz. Paprika. Tuz. Bo'ldi, bunga boshqa hech narsa kerak emas. Paprika, tuz, endi ozgina rastительный massa beramiz. Mana endi buni hamma joyga bir xil bo'lishi uchun. Qarang, qanaqa chiroyli bo'lyapti. Xo'p, do'stlar, endi mana duxovkani listiga kartoshkani solamiz. Mana kartoshkani qarang, qanaqa krasota bo'ldi. Do'stlar, endi mana tovuqni ham solamiz. Mana tovuqni solaveramiz. Bir xil yoyamiz, chiroyli qilib. Endi mana buning ichiga qolganiga ozgina suv qo'shamiz-da, suvni ham bunga solaveramiz. Suvni solamiz nimaga? Tagiga yopishib qolmasligi uchun. Endi yopishmaydi, yopishim. Bo'ldi. Xo'sh. Ana bular rozmarin. Timyan bilan rozmarin hidlari juda ajoyibda buni. Shundoq ham maza qo'radi, hidiga odam. Bu zo'r aromat beradi. Chesnoklardan solamiz. Endi nima qilamiz? Endi falga tortamiz ustiga. Bu tayyor. Ana endi buni 50 minut
200 gradusli duxovkaga tiqib yuboramiz. 50 minut. Xo'p, o'rtoqlar, ana endi biz sous tayyorlashimiz kerak. Xo'p, sous uchun bizga hozir asal kerak. Mana tabiiy asal. Tabiiy toza asal. Xo'sh, ozgina asal yana qo'yamiz. Endi asalni ozgina eritib olishimiz kerak, bo'lmasa anaqaga erimaydi bu. Ozgina qaynagan suv solib uni eritib olamiz. Hop, yetadi. Asalni eritib olamiz. Bu tabiiy toza asal bo'lgani uchun oson erib ketmaydi bu. Yaxshilab aralashtirib eritib olamiz. Xo'p, ana endi limon kerak bizga, limon. Mana limon siqamiz ichiga buni. Limonni sokini olamiz. O'rtoqlar, endi soya qo'yamiz. Ana endi bunga achchiq ketchup solamiz. Chunki achchiq bilan shirin aralashib ajoyib ta'm beradi. Xo'sh, buni aralashtiramiz yaxshilab. Aralashtiramiz. Ichiga anaqa qolib ketmasligi kerak. Bir xil massa bo'lish uchun ko'proq aralashtirish kerak buni yaxshilab. O'rtoqlar, mana 2 qoshiq so'yman bu chili sousi. Chili achchiq chunki biz asal soldik. Achchiq bilan asal qo'shilib ajoyib bir maza beradi. Shuning uchun yana aralashtiramiz. Mana do'stlar, sous. Qanaqa? Quyuq, takoy chiroyli sous bo'ldi. Mazasi gap bo'lishi mumkin emas. Biz keldik. Tayyor. Mana 50 minutda pishdi. Hozir ochib ko'rsataman buni. Xo'p, do'stlar, ochamiz. Bismillah. Ehtiyot bo'lamiz, qo'l kuymasligi kerak. O'rtoqlar, tayyor oxirgi anaqa bezash ishlari. Krasota, lepota. Do'stlar, endi nima qilamiz? Endi mana bu baget. Bundan xrustyashi qilib oldik bagetni. Yana ustiga buni mana bu chesnogimizni surtamiz. Tak. Endi mazasini ko'ramiz buni. Xo'sh. Mana yaqinroq olib keling kamerani. Qarang. Bundoq ajraladi suyagidan o'zi. Hop. Ko'rdingizmi? Bismillah. Sousiga bitta botiramiz, ha. Boyagi sousimiz. Bismillah. Ya bo'lishi mumkin emas, mazasi. Kim malades, o'zim malades. Nonimizdan. Шедевр просто. Sous bilan ekmashlik ketadi, va pishib ketadi. Просто sous ham bu bomba chiqdi-da. Kartoshkasi ham zo'r chiqadi. Просто og'izga eriydi.
Shedevr. Do'stlar, hammaga rahmat. Albatta tayyorlab ko'ringlar, juda oson. Mana, hech narsa qilmasdan ovqat tayyorladingiz degan gap. 50 minutda tayyor bo'ladi. Tez va arzon. Mana hammasiga, mana shu mahsulotlarning hammasiga 100 ming ketdi, 100 ming. Agar siz 100 mingga ko'chadan ovqat zakaz qilaman desangiz, bir kishi tuyadigan ovqat zakaz qilasiz. Bunga 5 kishi 2 martadan yeydi, maza qilib. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.